Omaqsıvaqdaşlar, bugünkü hikayemiz Kuch birlikdə. Bir yili qattiq qurg'oqchilik bo'lib, 3 oygacha bir tamcha yomg'ir yog'mabdi. Bir oilada birga yashayotgan 3 aka-uka oxir quduq qazib suv chiqarmoqchi bo'lishibdi. Ular 3 kun qattiq ishlagan bo'lsa-mu, suv chiqmabdi. Cho'ng akasi alqinidagi qapartmalarga qarab, bu quduqdan suv chiqqandan keyin suvni o'zim taqsim qilman. Chunki quduq qazib suv chiqarish chorasini sizlarga men ko'rsatgan. Buni anglagan kenji inisi aldirab dinab vaqirab ketibdi. Yo'q, bu aqlni sizlarga men ko'rsatgan. Shunga suvni men taqsim qilman. O'ttiranchisi g'ing-ping qilmabdi-yu, lekin ichida. Akam bilan inim o'z ko'michiga cho'q tortib Ular bilan birga ishlab nab ololmoqdekman deganlarni o'ylabdi-da, atisi boshqa bir joyni tepib, o'zi yolg'iz quduq qazishga boshlabdi. Kenjisimi cho'ng akasi bilan bir kun birga ishlab herib hol qilmabdi. Umi ko'nglida akamning ishi uchun uningga taqobil tura olmayman deb o'ylabdi-da, atisi uni ayrim bir quduq qazishga kirishibdi. 3 aka-uka har qaysisi o'z oldiga ishlabdi. Amaliyotda hech qaysisi quduqdan suv chiqara olmay, uchilisi ussizlik azobidan o'libdi. Hikmat: kutmagan ishga tuhbat olishadigan, o'zini o'ylab boshqalarni ko'zga ilmaydigan kishilarning hayoti mag'lubiyat bilan tamomlanadi. Uyg'ur xalq cho'chaklari